Alohim. Boshqadan qo'yib qo'yish uni. Sağ ol hammaga. Demak, olma haqida qisqacha aytib bermoqchi edim. Olma haqida ma'lumot beraman bugun sizlarga. Olma nima u? O'zi yeydigan narsami, sabzavotmi, mevami yoki bu qanaqadir predmetmi deb o'ylashinglar mumkin. Olma haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berishga harakat qilaman. Olma bu nima? Birinchi o'rinda shu narsani bilishimiz kerak. Olma bu meva. Uyda o'sgan olma bo'lishi mumkin, bog'da o'sgan olma bo'lishi mumkin. Olma baribir, meva. Hozir to'xtaylar o'qiylik. Qiziqarli fakt. Olma qayerdan kelib chiqqan degan savol keladi. Любой olma qayerdan kelib chiqqan bilmaydi ko'pchilik misol uchun. So'ylar qayerdan kelib chiqqan hech kim bilmaydi. Yana sotamiz qimmat pulga deganda o'sha vaqtda ham bu qimmat pulga sotamiz bu yerdan olib, bu yerda yo'q masalan deganda Yevropaga odamlar olmani yaxshi ko'radi degan savol bor. Nima uchun odamlar olmani yaxshi ko'radi? Savol so'raydi. Nima uchun? Men masalan bilaman. 100% emas, lekin taxminim bor. Ya'ni mazali, shirin va chachipidini olganman ma'lumotlar. Boshqani qayta olaman. Olma suvdan ham yengil, uni aytib o'tdim. Eng qadimiy olma daraxti 370 yoshda ekan hozir. Men yana bilmadim. Bu taxminan Google'da yozilganini olib berakda, aniq bilmayman. Masalan 2026-yil balki 372 yoshdadir. Men aniq bilmayman. Voy to'xtanglar, qo'shiq tugab qoldi. Bu emas. O'tirgan xayol surib, nima qilsam ekan, ertaga masalan buni qilib asosiy o'ylanib o'tirgan. Nima o'ylaganman bilmadim. Masalan, Lubada masalan bitta odam taxmin qilsa bo'ladi-ku, to'g'rimi? Taxminan. O'tirgan. Erta masalan choyxonaga boramiz, cho'ralari bilan xayol qilgan, yana bilmadim-ku. Endi xayol qilib o'tirganda tepadan bitta olma tushgan. Mana bitta tushgan, ikkita tushgan. O'qinglar. Olma ketib qoladi. Короче, shunday qilib olma mana shunday qilib tepadan tushgan, yana bitta tushgan. Nechinchi yil edi? 1647-yil emas ekan. O'sha New York yili yozilgan. Bu qizki, "Vau, meni yaxshi ko'rar ekan bu bola" deb o'zida xayol bo'ladi. O'shandan turmush qurishgan, shunday qilib sevishib yashashgan, romantik yana nima deb aytsam ekan. Olma yablka deyiladi misol uchun rus tilida. Yalola. Ingliz tilida apple deyiladi, o'zbek tilida olma deyiladi, turk tilida elma deyiladi. Masalan, yasak elma degan bitta kino bor. O'sha kino ham nimaga u yasak elma deb qo'yilgan, ya'ni taqiqlangan olma, men tushunmadim kinoni ko'rib. To'g'ri. Shunday qilib, olma haqidagi ma'lumotlarim shundan iborat edi. Hammaga rahmat. Montajga qo'yib yuboraman bu narsani. Lekin hali montaj qilish bilganim yo'q. Shuning uchun boriga shukur qilib o'tiraveramiz. Rahmat hammaga. Qanday uchrardi?